Sen siqirt ekansan. Onam o'lib qoladilar-yu. O'lursinlar. Menga nima? Любой odam bir o'ladi. Allo, Sitor. Qachon Dubayga uchmoqmiz? So'rama. Bitta loq topdim-da. O'zi qanaqa pul berganini bilmay qoldi. Nima? Lo'q? Pullarimni qaytar. Boshimga qotirma. Onamlarning hayotini qutqarib qolish kerak bu pullar. Qancha ter to'kdim bu pullarni topish uchun bilasanmi? Bu menga umuman qiziqmas. Onam o'lib qoladilar-yu. O'lursinlar. Menga nima? Любой odam bir o'ladi. Shu gaplarni sen aytolsanmi? Bu hali ayab gapirganim sani. Sen siqirt ekansan. Men seni qanchalik sevardim bilasanmi? Sevgini bor-u, bitta joyingga tiqib olgan, xo'p. Onangga o'xshab kambag'al yalanga yo'q o'tamanmi? Onam haqida seni gapirishga haqqing yo'q. Meni ham onam o'tganlar. Nima bo'pti? Dunyo to'xtab qoldimi? Bir marta tug'ilamiz-ku. Odam mazza qilib yashash kerak. Urmoqchimisan? Ur. Ko'rsat erkakligingni. Menga qo'ling uch tegsa bormi? Oningni oldin seni jo'natib yuborishadi. Kim seni orqangdan kelardi? Haqiqiy erkaklar ko'p bu dunyoda. Hamma ham senga o'xshagan latta xezim emas. Duxinga o'tirdingmi? 2 marta yaxshi gapirganingga senga erga tegib sen bilan yashaydi deb o'yladingmi? Ma, sanaqa lattalarga даже ajrashib kelgan taqdirimda ham tegmasdim. Pulni qaytar. Qanaqa pul? Pulni qaytar. Onamlarni davolatishim kerak. Qattiq yuribsan? Qara, smenga chiqmasang ishga kelib o'tirmagin, tushundingmi? Iltimos pullarni ber. Shu bilan aytasan? Agar menga barmog'ingni uchini teqizadigan bo'lsang, meni zo'rlamoqchi bo'ldi deb sendan 80 yuz qildim.